Aziz do'stlar, mana boyagi o'tgan videolarimizga aytib o'tdik, u og'zaki terminal, PCM flasher, universalniy kabel degan gaplarni, so'zlarni aytib o'tdik, lekin hech bo'lmasa rasmini ham ko'rsatmadik. Shuning uchun bularga bitta alohida videocha qilyapman. Kimdir biladi, kimdir bilmaydi. Shuning uchun ortiqcha bo'lmaydi. Yana bir bor aytib o'tsak, mana bu terminal. Mana bu terminalning originali bu. Mana shunaqa bo'ladi. Original terminal mana. Orqasida USB vход joyi bor. Originalga обязательно sim karta bo'ladi. Mana sim kartasi bor. Mana bunaqa sim kartasi bo'ladi. Mana seriyaning nomeri bilan. Mana. Xo'sh, bu original terminal mana shu bo'ladi. Boya aytib o'tdik-ku, qaysi mashinalarni terminal bilan qilish kerak. Bu ham oddiy narsa. Mana bir tomoni kompyuterga kiradi, USB. Ikkinchi tomoni mana oddiy o'sha USB kabeli bormi? OBD2 kabeli bor. Mana mashinaga kiradi bu tomoni. Tamam, bir tomoni mashinaga ketadi, bir tomoni kompyuterga. O'zining programmasi bor. Programmasini ochib, endi hozir men faqat bu urokimiz o'zi konbloder nimani sizlarga o'rgatyapman. Lekin ba'zi mashinalarni konbloder qila olmasligi uchun birdan nima bilan qilishni aytib o'tyapman. Buni bilsa yaxshiroq bo'ladi. Mana bu значит terminalning originali. Buni Xitoyi ham bor. Lekin men o'zim original ishlataman. Mana chotki ishlaydi. Endi ikkinchi yana aytib o'tdik. PCM flasher deb aytib o'tdik. PCM flasher mana bunaqa flashka bo'ladi. Mana shu flashka PCM flasher. Buni ham kompyuterga qo'ysangiz, programmasi bor. Programmasi keyin ochiladi. Shu ключni qo'ysangiz, keyin programma ochiladi. Ochilgandan keyin mana bunaqa o'zini mana bu ham kabel original o'zini. PCM flasherning original kabeli. Mana. Bu kabel qayerga ulanadi? Hozir ko'rsataman. Bu kabel PCM flasher через Scanmatic ishlaydi. Через Scanmatic 2 Pro ishlaydi. Mana bu original Scanmatic 2 Pro. Mana shu original mana shunaqa bo'ladi. Mana ichida oq nimasi bor-ku. Bu ana u Bluetooth, shundan bilsa bo'ladi. Original ichi ko'rinib turadi. Mana. Ni originali buni qora rang bo'ladi, qop-qora bo'ladi. Original mana bunaqa ichi ko'rinib turadi, shishalik. Mana shu original Scanmatic 2 Pro. Bu yerda ulanadi. Mana bu yerga ulanadi bu. Hozir ko'rsataman. Tak. Mana shu ulandi. Bu tomoni oddiy o'sha nima? Tak. USB mana. O'zini oddiy USB'si bu. Bu tomoni kompyuterga kiradi mana. Scanmatic. Mana bu tomoni esa mana primoy miyaga ulanadi. Kompyuter yechiladi joyidan. Monzo uchun. Monzani kompyuterni yechib, stolning ustiga podключат qilib, keyin buni kompyuterga qo'ysangiz programma ochiladi, keyin уже chiteni zapis qilsa bo'ladi PCM flasher orqali. Mana bularni ham ozgina ma'lumot berib o'tdim mana. Endi uchinchisi konbloderning universalniy kabeli dedik. Mana bunaqa bo'ladi bu. Mana bu konbloderning universalniy kabeli. Bu ham mana ikkita krokodilchasi bor. Hozir ko'rsataman. Mana plus minus akkumulyatorga ulanadi. Bu tomon miyaga primoy kiradi. Raspinovka bo'yicha. Восстановление paytiga bularni ham ko'rsataman.
Bu уже proshivka emas, восстановлениеga kiradi bu. Восстановление uchun kerak bo'ladi. Proshivkaga kerak bo'lmaydi bu. Orqa tomonni nima qilsak, mana o'zi yozib qo'yibdi. Mana EQ degan joyi bu kompyuterga ketadi. Conbloader mana bu tomoniga ulanadi. Conbloader bu tomoniga ulanadi. Mana bu tomoniga esa Scanmatic ulanadi. Xo'sh, buni ham bildingiz уже nimaligini. Mana shu narsalar kerak bo'lishi mumkin. Boyagi o'tgan darslarimizga nechta moshin bo'lsa, hammasini qilaman desangiz, bu boyagi PCM Flasher terminal kerak bo'ladi. Endi buni aytish kerak-da, boshidan aytish kerak. Bir xillar bilmaganlar Conbloader hamma ishni o'zi qilar ekan deb o'ylamaslik uchun birdan ko'rsatib o'tyapman. Что bular ham kerak bo'lishi mumkin. Lekin ishni boshlab olish uchun shart emas bular. O'zi Conbloaderimizni o'zi 90% ishlarni o'zi bitta o'zi qila oladi. Bitta Conbloaderni o'zi. Buni keyinchalik olsangiz bo'ladi terminalni. Misol, agar Monza menga kerak emas desangiz, umuman PCM Flasherni olmasangiz ham bo'ladi. Yoki keyinchalik olsangiz ham bo'ladi. Bu ishlarimizga kerakli narsalar mana shular. Bo'ldi, bu ham qisqacha ma'lumot edi. Kelasi videolarga endi nasib bo'lsa birdan proshivkani o'zini o'tamiz, papkalarni ochib, qanday turish kerak, qanday anov bo'lish kerak, proshivkalarni ichidan formatlarni bitta yana ko'rib chiqamiz, nomlarni, identifikatorlarni ko'rib chiqamiz. Ana undan keyin уже praktikaga o'tamiz. Moshinga ulab turib, hammasini bitta shoshmasdan, bitta moshinlarni chitayni zapis qilib, hamma yog'ini ko'rsataman. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.